Manaqa tushing, singlim, manaqa tushing. Siz kim edingiz? Blogermidingiz? Kim edingiz? Komila Lo'limidingiz? Aka nima bo'pti? Men taniyapsizmi? Men Kamila Lo'lo blogerman. Ya men sizni ot qashqashda taniyman. Kecha istoriyangizda Open budjetga ovoz bersanglar 20 ming so'mdan beraman dedingiz. Men ovoz berdim. Nima tushmadi pul? Aka tushib boqmadimi? Tushmayapti. Biz telefon qilishib yuboraman, ukalarimga telefon qilib tashib yuboraveradi sizga. Aniq tushyapti. Men bo'lmasa yozaman ustizdan, singlim. Tushyapti, o'zi 1 minut hal qilib yuboraman, uka. To'xta! Olib keldingmi? Nimani? Open budjetga bergan ovozing pulini olib keldingmi? Yo'q, tashlab beraman deyapti-yu. Kim? Komila Lo'li bloger. Yurur ana shunaqa blogerlarga ishonib, ha? Mana matqovuldi o'g'li. Ovoz bergan puliga 1 litr yog' olib keldi. Turobga. Agar 20 ming siz uyga kirsang, ko'zingni o'yib olaman bolam. Voy Lola pipimidi. Qani pul? Nima tushmadi pul? Ha? Men san blogerga ishonib ovoz berdim Open budjetga. Qolganlar ana yog' olyapti ekan. Sen nima beryapsan menga? Aka nima bo'pti? Qo'li berib pul tushmayaptimi? Shuma Sheva qatdiki? Navoiy City'niki. Ya vashi tushmayapti pulingiz. Nimaga tush aldavoz? Uyga borib boqing, tushyapti, pul tushyapti. Ha, uyimgacha borguncha tushyaptimi? Ukalarimga aytyapman, tushyapti. Bo'ldi, kutaman. Bu odam bo'lmaydi. Nimaga dada? Qani 20 ming so'm. Abduqodirni qara. 20 yoshida gelik oldi. Sen bo'lsa 20 ming so'm ovozingni pulini ola olmayapsan, ha? Hey, Abduqodir to'yiga Holland bilan Gvardiola kelayotganmiz. Lekin buningizni bu yurishi bo'lsa, to'yingga kuchuk ham kelmaydi, bildingmi? Xullas, bu yurish bo'lmaydi. Yazna, apa, buni yaxshilab o'qitish kerak. Yaxshi inshaalloh bor, dam soldirib kelaman. Va universitetda o'qitinglar deyapman, Universitet qayerda joylashgan biz bilmasak uni. Buni biz bilmasak. Menga qara, bilmasang bilib qo'y, jiyan. Termiz shahrida Termiz iqtisodiyot va servis universiteti bor. Shu yerda o'qib odam bo'lasan. Hozir men odam emasmanmi? Ha, o'qisang inson bo'lasan, tushundingmi? Bu yerda 10 mingga yaqin talaba o'qiydi. Bu yerda ana Ozoda malimlar Hikmatoy malim dars bermaydi demişkilar. Yo'q, bu yerda faqat chet eldan kelgan mutaxassislar dars beradi. Yo'q, Ha. talabalar bunaqa uxlaydigan joyi bormi? Yotoqxonami? Ha, shunaqa bor. Bor. Agar bu yerda yaxshi o'qisang, senga rektorskiy stipendiya berishadi. Undan tashqari chet ellarga jo'natishadi. Chet ellarga? Ha? Добрый вечер, qizlarchalar. O'zman Termizdaman. Sen manaqaga? Seni kim eding sen? Papilomanmi, kim eding? Ukam Kamila Lo'loman. Qani mana 20 mingga ber baqa. O'zi peribor, jonga tegyapsiz, ukam. Bizani ham aldashyapti reklama beruvchilar. Bizga moson tutavermang blogerlarga, ukam. Menga qara, menga. Seni kim aldaydi, tushundingmi? Menga 20 ming ber. Mana sizga 20 ming. Jinda. Aktiving tushib ketsin. Yo, asta. Kimlarni vaqtim o'chilikkanki, xudoga shukr. Baxtingiz yo'limiz, eshik yoping. Jo'ra. Bitta narsani bilib qo'y, to'ydan keyin qorning chiqib ketadi. Bo'lmagan gap, meni qornim chiqmaydi. Ko'rasan-da. Ko'ramiz. Bo'le, ketaylik, bo'layotganini ko'raylik. Uylanish mazza ekan-ku. Ha, o'g'lim. Ha, qori nima deyapti qori? 5 ta pressni bitta qilibsan-ku. Bu qorin emas, dada. Qorin. Bolam, mana o'zi qorin qo'yishni ham boshlabsan. Men ham uylanganimda qo'yganman shunaqa. Kechasi bilan uyqu bo'lmadi. Bolam, qornimda joy osilib yotibdi. Qornim yo'q-ya. Ana kenguruni qorni o'xshab osilib yotibdi. Yevil seni qishingda bir jin. Voy, menam qo'limchasiga boshimni qo'ysam-da. Nimaga? Yostiqcha chiqib turibdi. Boyxon. Qornim yo'q mana, bor ishingni qil. Qornim yo'q mana. Voy toba. Ha, xolos tinchlikmi? Ha, qurib ketma ko'r. Men seni qonningni ko'rib, hokim bu kelyaptimi deb o'ylabman. Nima deyapsiz? Meni qornim yo'q. Ha, bu nima? Bu press, siz tushunmaysiz buni. Hay, pressing qurmasin seni. Boburjon, yangilik kelinda emas, sanda bo'ldimi deyman, ha? Nimaga unday deyapsan? Qorinchani aytaman-da, necha oylik bo'ldi? Ko'raman. Qornim prosta dam bo'lgan. Bobur! Bobur! Yana o'rtog'im keldi, meni yo'q deb qo'y. Assalomu alaykum, Bobur akam, yo'q edilar. Ana qorni chiqib turibdi-ku. Ha, nima? Men senga aytganmidim, qorning chiqadi deb. Chiqar ekanda onasini ham sen. Nimadan chiqadi bu? Gormonalnimi?
Ishimni hal qilib berganingiz uchun rahmat, o'rtoq prokuror. Ishingizni hal qilganimdan xursandman, Sevaraxon. Voy. Dadasi? Kim bu? Fuqaro ishini hal qilib berdim. Ha, erkak kishi fuqaro yo'qmidi sizga? Ha, endi menga har xildan keladi, nima qilay? Erkak kishi bor joyiga borasiz-da, o'sha yerda ishlaysiz. Tushundingizmi meni? Boshqa ish toping, chiqing. Bo'pti. 95-600 mingga. Не по той стороне, что это такие? Bo'ldi, o'sha qitiqaman. Ha, dadasi. Ayollarning mashinasiga pistoletingizni tiqmas? Ha, endi faqat erkak kishi haydamas ekanda, ayollar ham haydar ekanda Men sizga nima dedim? Faqat erkak bor joyda ishlaysiz dedim men sizga. Boshqa ish toping. Tushundingizmi? Idita отсюда. Bo'ldi, boshqa ish topaman. Assalomu alaykum. Shu oyoq kiyimni tikib bera olasizmi? Bo'ldi, cho'tki qilib tikib beraman. Ha? Nimani tikasiz? Ha, unaqasi yirtilib qopti, erinki tapchikasi. Shuni tikib bering deyapti. Tikmaysiz. Erkaklarnikini faqat tikasiz. Boshqa ish toping, tushundingizmi? Yonga tegding sana. Mang boshqa joyda tiktiring. Spur. O'l rashk qilmasdan. Endi bakalashkang tez. Kechirasiz akajon. Musurimni qayerga tashlasam bo'ladi? Yaxshi qiz. Mana bu bakka to'king. Rahmat. Tushunmadim. Bu qiz o'zi biladi. Qatga o'zini musorni tashashchi. Mani ishim shu, shuni ko'rsatish-ku ishim. Erkak kishi bor joyda ishlaysiz. Tushundingizmi siz meni? Boshqa ish toping. Bundan boshqa yana qanaqa ish bor ekan? Bilmayman, toping. Otasi o'lmagan kim bor? Onasi o'lmagan kim bor? Otasi o'lmagan kim bor? Ayollardan pul olmayman. Yo, olaymi? Yo'q, mumkin emas. Oshdan o'l unda. Olmaymiz, boringlar. Otasi o'lmagan. Rashqing qursin san, rashqing. Onasi o'lmagan kim bor? Normalni ayt, ovozing ham yo'q sani bil. Aka, sizga bay bo'pti faqat. Aka. Munisipa Lopesmi? Ha! Mashinam buzilib qoldi. Itarishga yordam berib boring. Böyle gap yo'q, sizni mashinangizni itarish biz uchun sharaf. Haydang, sekin itaraymi? Rahmat akajon, siz yordam beringiz, mashinam yurib ketdi. Nech pul bo'ladi? Yo'q, uyat bo'ladi, sizdan pul olsam. Agar iloji bo'lsa shu nomeringizni bersangiz, shu bir-ikki xizmatlar bo'lib turadi. Lekin unaqa bezovta qilmayman. Vizitkamni beraman, xo'p? Nima xizmat bo'lsa, ayting. Rahmat, mashinangizni itarganimdan xursandman. Salomat bo'ling, xayr. Alo, Munis, qalaysan, yaxshimisan? Ha, rahmat, kim bu? Men mashinangni itargan bo'laman. Ha, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qani xizmat bo'lsa telefon qilaverasa deganding. Shomurod jo'ramni bir tug'ilgan kuni edi, Telegramdan yumaloq video tashlab, Shomurod deb. Ha, bo'pti, xo'p, bo'ladi. Bo'pti. Jo'ra rahmat senga. Nima dedi? Urding-ku men uchun. Suv desam kaftimga qo'nadi. Shomurod aka, assalomu alaykum. Tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Yuzga kiring. Familiyamni aytmabdi-ku, Shomurod tiqilayotgan bo'lsa. Nima shuni vaqtliq aytmaysan, jinni? Alo? Munis, qalaysan? Men mashinani itargan bo'laman. Ha, da, aka, tanidim. Gapiring. Buni familiyasini aytmabsan-ku, Munisjon? Egan berdik, devor. Voy, akajon, men hozir bandman. O'lsin, siz faqat bandsiz. Davlat ishida ishlamaysan-ku, Munis. O'sha kuni men ham itarayotganda band edim. Qara, sal kulibroq jo'natsin. Seryozni bo'lmas unaqa. Aka, sal kulib jo'nat, sal uncha seriozsan. Bo'pti, xo'p. Nima baqvon? Qayringdan yuding mashinamni. Aka. Pulingni olmaysan qaroqchi. Aka, bekor bunga qattiq gapirdingiz. Nimaga? Munisa Rizayevani mashinasini itargan bola bo'ladi bu. Seryozmi? Nima deb o'ylading? 5 soling aka unda. Toat qilingni. Munisa Rizayevaning mashinasini orqasidan ushlagan qo'llarimni qirqmoqchi emasman. Aka, hozir 3 ta odamga ishlaytamanmi? Nima qilibdi? Men bir o'zim mashinani itardimmi? Sen ham 3 ta odamga aytasan. Bugun onamni gashtaklari bitta chotki qilib qo'shiq aytib bergin. Xizmat bo'lsa qilaman deganmiding? Ha. Davay. Hey, aka, sizga bay bo'pti faqa. Xafa bo'lib gaplashamiz, balki yana ko'rishamiz. 5 oling boriga baraka. O'lim nima deb jatdi buning? Aka deb. Ona deb aytsin. Ona deb aytasan. Akani olib tashlashanda ona deb aytasan. Hech qanaqa muammo yo'q-ku senga. Hey, ona, sizga bay bo'pti faqa. Munisa Rizayevaning mashinasini itargan moykachi siz ekansiz. Shu mashinani qanaqa itardingiz?
ishonasizmi aka? Kolbasa yegan pulimiz bo'lmasdi-da. Shuni go'yo kutishday keldilar-da, mashinamni itarib yuboring dedilar. Bunday qilib itardim-da. G'ing qilib ketdilar-da. Endi bunaqa mashhurlikdan keyingi maqsadlar nimadir? Ya maqsad katta. Yana shunaqa mashhur san'atkorlarning mashinasini itarish oliy maqsadim. Nima bo'ldi, yudingmi? Voy, yo'q, men intervyu topshiryapman. Voy, intervyu beryapman men. O, mashinasini itaribsan. Yo'q, yuvib tur. Keng savol. Alo. Alo, Munis, qalaysan o'rta? Qara bir bolalar bilan choyxonada o'tiruvdik. Hali yangi chiqqan qo'shig'ingni bitta jonli eshitaylik endi. Gronkaga qo'yganman, bitta aytib ber. Ey aka, farosatingiz bormi sizni? Soat 3da ham telefon qiladimi? Dam oling-ne. Qaysi ko'rdan shunga itartirdi mashinani bilmayman. Damini berib-ku. Kulmay nima kulyapsan, ha? Damimni berdim men. Bu tushunmadim. Seni Munis tanimaydi. Nima tanimaydi, mashinasini itarganman. Tapchikam, qani tapchikam? Farosatli, tur o'rningdan. Sizni kim kirizdi bo'tga? Bitta qo'shig'ingni aytsang o'larmiding? Shuncha jo'ramni oldida parod qilding. G'alati emasmisiz? Qaytib itarganim bo'lsin mashinangni. Argentina tuqib o'zingcha zvezda bo'lib qoldingmi? Kibrxon. Eringga ayt, ering itarsin. Aka, sizga bay bay bo'pti paka. Kim bo'lam? Qarindoshlar bilan ko'rish? Ona, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Dorilar ichasiz, nima bo'lyapti? Hammasi yaxshimi? Charchamayapsiz? Yaxshimi? Charchamayapsiz? Yangasi yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qanday yaxshi turib oldingizmi? Tuzdingizmi? O'zi nima bo'ldi? Katta bo'lishyaptimi? Shukur tog'asiz qalaysiz? Ta'tillashyapsizmi? Bizlar mollaringiz nima bo'lyapti? Katta bo'lyaptimi? Shukur, hammasi yaxshi. Shukur tog'a. Sen qandaysan? Sengacha yaxshimisan? Charchamayapsanmi? O'qishdan nima bo'ldi? Uyga tegdingmi? Tegmadingmi? Nimaga tegmadingiz? Nima bo'ldi o'zi? Pochasiz yaxshimisiz? Charchamayapsizlar? Bo'ldimi? Nafasim yetmay qoldi. Qarindoshlar tugadimi? Yo'q bolam, ana mo'min keldi. Tur mo'min bilan ham bir so'rashib qo'y. Nima qilyapsiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Yemalni chiqib oldimsiz. Banchaga yotdingizmi? Nima bo'ldi? Kirishingizga oldiringizmi? Yaxshi keldingmi? Bo'ldimi? Qarindoshlar tugadimi? So'rashavrim, nafasim yetmay qoldi-ku. Hali tugagani yo'q. Tog'ang kelgan. So'rash. Ey, tasdimel. Kim yaqa? Qani jiyanim keldimi? Jiyan yaxshi keldingmi? Jiyanim yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Yaxshi salomat keldingmi? Bojaning kichkina bo'ladi, katta bo'ladi, qaytibsan-ku. Ishlaring yaxshimi? Salomatliging? Bo'ldimi? Tugadimi? Yo'q, qayda tugaydi? Katta halon keldi. Tur so'rash. Bir gap aytaymi hammanglarga? Eshitinglar. Onasini emsin, biz 2 soatdan beri so'rashib yotibmiz. Ana yaponiyaliklar robot yaratyapti. Biz 2 soatdan beri bir-birimiz bilan so'rashamiz. Yet qarindoshingga. Bunlar sovchilikka keldik. Mangami? Hazır. Olinglar, olib o'tiringlar. Ya, onasini yemasa mana shu salat bizga qimmatga tushdi. Kolbasa soldik, sir soldik, mayonez soldik, obsh 350 mingga tushdi salat. Yegis kelyaptimi? Yo'q, yegim kelmayapti. Kelmayaptimi? Unda qo'y. To'xtang onashga. Mana shu mevalarni qanchaga oldik bozorda? 650 ming. 650. Qishda qimmat bo'lar ekan-da. Yegis kelyaptimi? Yo'q, rahmat. Unda qo'ying xolasi. Noto'g'ri tushunmang, просто qimmatga tushdi. To'xtang. Xolachka, mana shu qo'lingizdagi vilkani biz Xitoydan 1992 ming dollarga oldikmi? Shuni kir qilmaylik, qo'lda yeyvering. Xo'pmi? Svet nima yo'q? Svet o'chir. Svet ham o'zi pul-ku, bir-birimizni ko'ryapmiz-ku, to'g'rimi? Yo'q, ko'rmayapsizmi mana shu? Kimligingizni ko'ryapmiz. Endi bir qizingizni ham ko'rsak, ha? Mayli, chaqir. Qizim, choy olib kir. Lekin u olib kirgan choy ham pulli-da.
Dada ovqat qilaymi yo'qmi? Nimaga unday deyapsan? Sovchilarimiz olayotganmi, olmayotganmi, olishmasa nima qilamiz ovqat qilib, lishni rasxod qilib. Undan ko'ra dangil gapirsin. To'g'ri aytyapti qizim. Tan olinglar, to'g'ri aytyapti. Hozirlar biz qilgan ovqatni yeb ketasizlar. Keyin olmasanglarchi qizim, to'g'rimi? Shuncha pulga biz ubutga bo'lamizmi? Bora qol qizim, assalom. O'zingga o'xshaydi-da. O'zi tog'ora pog'ora olib kelganmisizlar? Qani ko'raylik, nima olib kelibdi? Bir ko'raylikchi. Молодец. Sifat pichirisni olib kelibdi. Yangichasi chiqibdi, sut burger. Yeb ko'raylikchi. Uncha mazali. Gap yo'q, past ketmasdan zo'r pichini olib kelibsizlar. Bo'ldi. Qizimizni beramiz sizlarga, olinglar. Sizlarda bunday sovchi 2 marta kelib maslahatlashadigan narsalar yo'qmi? Nima qilamiz maslahatlashib? Nima qilamiz? Sizlar hozir yana kelasizlar biznikiga. Biz yana sizlarga dasturxon qilamiz, rasxod qilamiz. Nima keragi bor? Menga qarang. Shunda hamma narsa pullik bo'lyaptimi? O'tirgan joyimga ham pul to'laymanmi? Bir piyola choy ichdim, unga ham pul to'laymanmi? Yo, choy skitkada-ku. Yana nimalarga pul to'layman, ha? Havo. Uyimizdan kislorod olyapsizlar-ku, havo olyapsiz, nafas olyapsiz. Yoqyaptimi havo? Yoqyapti, pulini to'laysiz-da, xola. Toshti paraga. Hamma rasxodingni hisoblab to'lab chiqib ketaman, xo'p? Siz kimni toshti paraga deyapsiz? Nima siz bizni shunchalik paskoda deb o'ylayapsizmi? Yegan ichganlarga pulini to'laylar, uslugasini mayli olmaymiz. 20% skitka sizlarga. Sarqa yordam ket, to'r kampir ketdi. To'xta. Men hali ham senga skitka qilib berdim. Ota-onam qishloqdan uyimga kelganda issiq suvga pul olganman. Ota-onangga nimaga olasan pul? Issiq suvda cho'milishganiga olganman. Odam pozanmas ekansan. Tushundingmi? Yor oldimga tush. Topgan joyingga sana. To'lab ket, o'tirdingmi, to'lab ket. Qizing. Xola mujik bo'ling. Sifat shirinliklar sehri.